Onda yurganda yorug'dek ezma tushib ketasan degan narsani o'ylamaysiz. Sababi shunaqangi mustahkam. Kechagina quyilgan, mana uni qarang, bugunga qanaqangi mustahkam. Bu pena beton, narigi boshqalariga adashtirmaylar. Mana shunday holatda siz shunday qilib yopib bersangiz bo'ldi ekan. Qolganini ustiga hamma yo'g'i o'zlaridan bo'lar ekan. Keling bularda narxlarini bilamiz. O'zbekiston bo'yicha xizmatlarini qilib berishadi va qalinlik, yuqaligiga qarab turib, bularning narxlarini endi bizga ustani o'zlari Baxtiyorjon tushuntirib bersinlar. Biz tomga penabeton bosuvchi ustalarimiz. Hozir bu obyektimizga 10 sm qalinlikda penabeton mahsulot quyib berilyapti. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'yicha xizmat ko'rsatiladi. Tenalarga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda Vodiy va Voha, Toshkent narxlari alohida hisoblanadi. Hozirgi kunda Vodiyda 45 ming so'mdan boshlanadi. Qalinligi 5 sm dan 7 sm gacha bo'lgani. Qalinligi 5 dan 7 gacha bo'lgani 45 ming so'm. Undan keyingisi necha bo'ladi? Undan keyingisi 8 sm dan 10 sm qalinlikgacha. Aha, 8 dan 10 gacha.